Tak, qizlarjonlar, bugungi darsimiz makiyaj emas, makiyajga yuzni tayyorlash. Yuz uxotini ikki xil turi bor. O'zini yaxshi ko'radigan qizlarga va dangasa qizlarga. Men ko'proq bu yog'iga kiraman. Taqib oladi, o'zini yaxshi ko'radigan qizlar. Makiyaj qilishdan oldin yuzimizni penka bilan yuvib olamiz. Kechqurun ham yuvib yotamiz, ertalab ham yuvamiz. Yuvib, endi quritamiz. Maskaramiz. Yechamiz. Endi qurishini kutamiz. Boyab suramiz. Buktirib suraman. Endi oxirgi etapi baza suramiz. Qurishini kutamiz. Yuzimiz makiyajga va tonalka surishga tayyor. Makiyaj qilsanglar bo'ladi. Shoshilinch qiladigan dangasalar endi sizlarning navbatinglar. Dangasalar qatoriga ikki xil kiradi. SPF surib baza suradi, yo bo'lmasam SPF ham surmasdan bazani o'zini surib suradi. 80% ayollar dangasalar qatoriga kiradi. Orasida men ham borman, chunki 50 ga 50 yuraman. Sizlar qaysi birisizlar? Kommentariyada qoldiringlar.